Assalomu alaykum. Hurmatli IELTS va TOEFL muxlislari. Bugun do'stlar taskni yozganmiz. Taskimizning mavzusi problem solution essay. Qayerdan bildik? Men bitta aytib qarang. Bugungi kunda deyapti, ko'pchilik odamlar deyapti. Yetarlicha uyqu olishga, o'sha hayotida uxlashga juda ham qiyinchiliklarga nima bo'lyapti? Duchor bo'lyapti. Mana shu uyqusizlikning sabablari nima va qanday qilib uyqusizlikka nima barham berishimiz mumkin deyapti. Yechimlar ber deyapti. Endi birinchisida aytayapti sleep deprivation degani uyqusizlik degani mana. Ana bilan boshladik. Birinchi nima deydi? Hook bilan boshladik. Bugungi kunda uyqusizlik bu is most commonly reported disorders today. Bugungi kundagi eng ko'p tarqalgan kasalliklardan bittasi bu uyqusizlik kasalidir. Bu muammo ko'plab boshqa muammolarga ham sabab bo'lmoqda va bir nechta biz mana shu holatga yechim berish uchun bir nechta yechimlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Deymizda endi bu yerda sabablarni ko'rsatamiz do'stlar, tushunarlimi? Nimalarga olib kelinishi va hokazo va hokazo. Badivonda masalan birdan maqsadga o'tganman. Uyqusizlik deyapti, uyqusizlik bir nechta mana insonning hayotida bir nechta salbiy oqibatlarga olib kelinishi mumkin. Birinchidan u sog'lom hayotni buzib yuboradi. Bir odamning sog'ligini buzadi. Ikkinchisi mana yerda turibdi mana. Ikkinchisi aytayapti, yana bitta natijasi shundan iboratki, yetarlicha bo'lmagan uyquni bu mahsuldorlikka nima qilinadi? Zarba beradi, kamayishiga. Demak, birinchi sababini reason bilan example-ni tushuntiramiz. When sleep deprived people experience a range of psychological and mental issues such as chronic fatigue, increased risk of heart attack, depression and irritability deyapti. Mana qarang, nima deyapti? Uyqusiz bo'lgan odamlar turli xil psixologik va aqliy muammolar girdobida bo'ladi. Masalan, xronolitskiy charchoq, surunkali charchoq va u yurak xurujining riskini oshirib olar ekan. Tushunyapsizlarmi? Agar uyqusiz bo'lib yurgan odam va depressiya va o'sha asabiylashishga olib kelar ekan. Bu muammolar are followed by decline in one's quality of life. Insonning hayot sifatini pastga tushirib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Boshqa yana bitta kam uyquning natijasi shundan o'laroq bu mahsuldorlikka zarba beradi. Ya'ni kuniga 20 agar ta'lim holatida ko'radigan bo'lsa, kuniga 200 ta so'z yodlayotgan bo'lsangiz, kecha normal uyqu bo'lmagan bo'lsa, 20 ta so'z yodlab qolishingiz mumkin. Tushunarlimi? Ishga keladigan bo'lsak, kuniga 20 ta qopni un solib, taxlab, joyiga taxlayotgan bo'lsangiz, kechasi normal uyqu bo'lmasa, 10 tasini eplaysiz do'stlar. Tushunarlimi? Ketdik. Demak, since sleep is considered an essential recovery phase, bu uyqu o'sha tiklanish uchun muhim hisoblanadi-ku. People suffering from chronic sleeping disorder experience lack of drive and motivation. Motivatsiyasiz va o'sha kuchi kamligi yuzaga keladi agar normal uxlamasa, which manifests in inferior academic and work performance. Bu o'sha ta'limdagi va ishdagi jarayoniga o'zining natijasini ko'rsatmasdan qolmaydi. Bu holatda deyapti, agar mana shu holat, if this situation persists, agar mana shu holat davom etsa, yo'qolib qo'yinglar do'stlar. Sleep deprived individuals are likely to undergo major setbacks in life. Agar mana shu holat surunkali darajada davom etsa, o'sha kam uyqu oladigan o'sha odamlar deyapti, hayotda ko'plab muvaffaqiyatsizliklarga uchrashi mumkin. Masalan deyapti, muhim imtihondan yiqilishi yoki ishini yo'qotishi mumkin. Tushunarlimi? Muhim imtihondan mana ta'lim sifatini ko'radigan bo'lsak, imtihondan yiqilasan yoki nima bo'ladi? Ishini yo'qotishi mumkin ekan. Endi yechim mavzusiga kelyapmiz do'stlar, yechimga. Aytayapti, having established the severity of poor sleep, yomon uyquning o'sha og'irligidan aniqlangandan so'ng, it is important to explore some solution for this problem. Bu muammoni yechish uchun bir nechta yechimlarni o'rganib chiqish muhim. Arguably the most effective measure would be improving one's sleeping hygiene. Bu nima degani? Shunisini hisobga oladigan bo'lsak, agar uyqusizlikning kasalligini yengishning birinchi usuli bu uyqu gigiyenasini o'rniga qo'yish. Uyqu gigiyenasi nima degani? Umrimda bunday narsani ko'rmaganman men. This can be done by setting fixed bedtime hours. Ketdi.
boyagi uyqu yotadigan vaqtlarni fix qilib olish kerak. Fix degani qat'iy belgilab olish kerak. Restricting phone use in bed. Karavot uyquda uxlayotgan paytda telefonda foydalanishini o'zini taqiqlash kerak va xonaning haroratini yaxshilash kerak va boshqa shunga o'xshagan usullar. This way one can create healthy sleeping schedule and an environment which is conducive to sleep. Mana bu holatdagi reja o'sha normal uyquni beradi sizga deyapti. Ikkinchi solution, limiting one's consumption of coffee and energy drinks in another prerequisite for quality sleep. Aytyapti, kofe va energetik ichimliklarni to'xtatish bu sifatli uyquni ta'minlaydi deyapti. Tushunyapsizlarmi? Garilla ichma deyapti, короче. This is because these beverages contain caffeine, which has been found to interfere with sleep patterns. Chunki bu ichimliklarning tarkibida kafein moddasi bor. Bu uyquga xalaqit beradi deyapti. Only after restricting their caffeine intake can insomniacs expect improvement in quality of their sleep. Faqatgina mana shularni ban qilish, restrict degani taqiqlash orqali uyquda najot topish mumkin deyapti. Xulosa o'rnida while compromised personal well-being and productivity are two major side of effect of lack of sleep. Bu nima degani? Kam uyquning ikkita yon bosadigan tomoni sog'lom, shaxsiy sog'lomlik va mahsuldorlik bo'lsa, solutions vary from better sleep hygiene and limited intake of caffeinated drinks. Yechimlari esa nimadan boshlanar ekan? Uyquni gigiyenasidan tortib, kafein aralashgan ichimliklarni cheklash bilan bog'lanar ekan. Tushunyapsizlarmi? Xulosa shu. Essay tugadi. Yana qanday usullar bor? Backstage ketadi. Uyquni joyiga qo'yishda. Come on, my friend. Tepadami? What problem can like shunday so'rayapti-da o'zi. Rahmat. What problem can lack of sleep cause? Chunki men sababini qarayman, aytayapti. Kam uyqu muammosi nimalarga sabab bo'ladi deyapti. Tushundingizmi? Kam uyquning qanday sabablari deb so'ramaganda. Sen kalla qo'yding. Masalan, kimdir yozgan bo'lsa-da, shunday holatda tushunyapsizlarmi? Aylantirib bergan hozir. Bu ikkinchi jarayonni bergan. Problem solutionning ikkinchi qismi ekanda bu, короче. Tushunarlimi? Bu cause and effectga o'xshab ketar ekan. Tushunyapsizlarmi? Salto qo'ydilar bo'lmasa. Oftob ketgansizlar. Sizlar sabablarni yozdingmi? Nima uchun kam uyqu bo'lyapti, unday deb. Cause and effectga o'xshagan problem solution. Solution berdik. Nimani qildik? Uyqu gigiyenasini to'g'riladik, yana nima qildik? Keyin o'yagi energetichniy uyqu drink bilan nimani? Some doctors advise and recommend for the patients to drink some alcohol beverages also. You know what I'm talking to you guys? This is not appropriate for our religion, but you know, in the studies, you know, I think they prove something else by drinking some alcohol. I don't know why. Maybe the people are over the moon when they drink something else, just like that. Okay, guys, ketdik.